Bugün biz İslam əxlaq içidəki dairəsi ən kengri bolğan, cins, yaş, mərtəbə ayırmasdan həmmə şəxsgə və həmmə sahəgə bağlandığan musulman üçün bəkmü mühim bolğan insaf bilən tunuşub çıxaylı. İnsan təbiəti əslində yaxşılıqni suyduğan, yamanlıqdan nəfrətlənən qılıb yaratılğan olub, güzel əxlaqlarga intilidi, yaman naçar qılıqlardan nəfrətlənidi. Hər qandaq bir cəmiyyətdəki bəxt, saadət, mehri, muhabbət, dostluq, inaqlıq dəl şundaq güzel əxlaqlardan doğuludur. Dinimiz hərgizmi ilmaniylar eytibatqandək faqatla ruhaniylikqa buyuruydigan din emas, bəlkə insanның barlıq, yürüş-duruş, muamilə qatarlıq işlərində inçikilik bilan güzel prinsiplarını o'ttirib qo'ygan bo'lib, dinimizning asosli g'oyalaridan biri bo'lsa, axloqliq musulmon yetishtirib chiqish, texmi güzel, ilg'or jamiyat, İslami kültür bərpa qilishdir. Bunu bizga axloqning yüksek örnəki bo'lgan payg'ambarimizning "Men axloqni takomillashtirish uchun avatildim" degan qimmatli so'zdan texmi yaxshi tushunib olaymiz. Bugun biz islom axloqi ichidagi doirasi eng kengri bo'lgan, cins, yosh, mərtəbə ayırmasdan hamma shaxsga va hamma sohaga bağlanadigan musulmon uchun bəkmü muhim bo'lgan insof bilan tunishib chiqayli. Insof adalet bilen ma'nodosh söz bulup, her narsani öz o'rnida qo'yish, haqdorlarning haqqini yeyolmasdan to'liq ado qilish, vijdoni bilan qaror chiqarish qatorliq ma'nolarni o'z ichiga oladi. Bu aniqlamalardan ma'lum bo'ldiki, insof hamma odamni va hamma sohani o'z ichiga oladigan nihoyat keng doiralik bir hukm bo'lib, u eng avval Allah oldidagi qulchilik burchini tunish va ado qilishdan boshlanib, normal bir insonning en addi qilmishlardan tartib, çoğu devlet başlıklarının devlet takdiriga münasebetlik çoğun kararlarına kadar barlıq iş faaliyetler insaf çemberinden çıkıp ketelmeydi. İnsafni texmi yaxshi tushunish uchun onu tövendekidek 3 türge ayırışımız mümkün. Birinci, insanның Allah'a qiladigan insabi. Biz yuqorida insafni her narsani öz o'rnida qo'yish, her şeyga öz haqqini berish deb tunishtirdik. Albatta, kainatdagi eng büyük haqiqatning öz o'rniga qo'yilishi insafning taqozzosidir. Biz odatda bir odamning yana bir odamga yo'lsizlik qilganligini ko'rsak, uni haqsizlik qildi deymiz. Haqsizlik inson bilan inson orasida bo'lganda darhol uni bayqaymiz va ayiblaymiz. Ammo o'ylab boqaylikki, insonning özünü yo'qlikdan bar qilgan va behisab ne'matlarni ato qilgan Rabbini tunimasligi, Rabbiga osiylik qilishi, uning amr nahiylarini o'rindimasligi koinotdagi eng büyük insofsizlik, eng cho'ng yo'lsizlik emas. Shunglashqa Alloh taolo Qur'oni Karimda "Inna shirka la zulmun azim" deyish orqali Allohga shirk keltirishni eng cho'ng zulm deb atagan. Çünkü Allah'a şirk keltirish kainatning eng büyük haqiqatiga öz haqqini bermaslik, öz o'rnida qo'ymaslik, ya'ni insofsizlik hisoblanadi. Shunga insonning Rabbi oldida kibr, g'urur, isyon, shahvat va shuhrat qatorliqlarning hammasini bir yoqqa qayirib qo'yib, o'zini nihoyat tuvan tutgan holda Allohning amr nahilarini bajandil urindishi, tüvençilik bilen Allah'a qulluqini bajo keltirishi, insofdan iborat bu axloqning insonga qo'yadigan eng aqalli talbi va insonning zimmasiga ortiladigan majburiyatidir. Ikkinchi, insonning o'ziga insof qilishi. Insonning o'ziga insof qilishi uning o'zini tunishini oldingi shart qiladi. İnson o'zini tunigandila, andın özünün ve etrafidagi odam ve şeylerinin arasında to'g'ri bo'lgan bir qimmat munosabatni shakllantira oladi. Muvofiq bo'lgan bir qimmat funksiyasi yarata oladi. İnson shundala her narsaning qimmatiga yarasha munosib o'rniga qo'ya oladi. Islom insofni asos qilib turib, insonning qarshisidagi obyektga qarta insonga farqli 3 xil kimlik ato qilgan. İnson Rabbi oldida qul, boshqa insonlar bilan barobar, tabiat oldida hukmdordir. İnsanның qulluq kimligi haqqida yuqorida to'xtalib o'tdik. Uning boshqalar bilan bo'lgan munosabatiga kelsak, islom dinida insonlar bab-barobardir. Arabning ajamdan, ajamning arabdan hech qanday ortiqchiligi yo'q. Ya'ni insonning irqiy, milliy, jinsiy kimligi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u hech kimdan tuvan yoki hech kimdan ustun emas. Insonga na kibr yarashidi, na mayslik. Shu musulmon o'zini hech kimdan ustun ko'rmaydi ve şundaqla hech kimden tüvenmi görmeydi. Mana bu insof. Yana biri inson tabiatning hukmdori, tabiatning bo'ysundurg'uvchisi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaq deydi: "Huvallazi halaka lekum ma fil ardi jami'a."
Allah yer zimindeki hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Şoňlaşky insan pul, hukuk, kibir ve yoki qo'rqinishning o'zini kontrol qilib, nishonidan adashtirishga qat'iy yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki insof buni talab qiladi. Şoň musulmon Allohga qul bo'lgandan tashqari boshqa hech qanday narsa oldida tiz bukmaslik kerak va bo'yin egmaslik kerak. Mana bu insonning haqiqiy kimligi. U faqat Allohga qulki, uning bo'yni Allah oldida egiladi, qaddi Allah oldida pükülüdü. Amma undan başqa her narsaga hükümdarki, hech qanday bir narsaning o'zidan bu huquqni tortib olib, o'z erkinligidan mahrum qilishini qat'iy rad qiladi. Pul, huquq, mansab va yuz obro'y insofli bir musulmonni hargizmi o'z erkinligidan va haqiqiy kimligidan voz kechira olmaydi. 3. İnsanlar ara munosabatdagi insof. İctimoiylik insonning mohiyatidir. Bu sebepten insan çokum bir top içinde yaşashga mecbur. Top içinde bolgan eken çokum başkalar bilen ictimai münasebet elip berishga to'g'ri keladi. Allah Taala insonlarni sinash uchun har xil vaqtlik kimlik ato qiladi va bu orqali insonlarni sinash maqsadini ishga oshiradi. Ammo musulmon qaysi xil kimlikka ega bo'lishidan qat'iy nazar çokum insof bilan ish elip berishi, ya'ni har narsani o'z o'rniga qo'yishi. Mundaqçı qilib aytganda insofni birdan bir harakat o'lchami qilib yashash kerak. Angliq bir musulmon cho'qim o'ziga sinoq sifatida berilgan vaqtlik kimligi bilan o'zining asliy kimligi orasidagi farqni bayqab, ular orasidagi munosabatni yaxshi bir taraf qila oladi. Bir boy kishi o'zining qo'lidagi boylikni Allohning marhamatidan deb tushunib, buning shukronasi uchun boyliqidagi Allohning haqqini ado qiladi, xayr ihson qiladi. Mana bu insof. Bir namrat kishi g'ururi va iymonini yo'qsizlikqa qurbon qilib etmasdan, yelinib emas, halal kuchi bilan peshonasidan ter oqqizib yashashni a'lo biladi. Mana bu insof. Bir ota yoki bir ana farzandining o'ziga berilgan ne'mat va sinoq ekanligini bilib, ularni yaramliq bir musulmon qilib tarbiyalab chiqish uchun minnatsiz badal to'laydi. Mana bu ham insof. Bir yosh ota-onasi va urug' tuqqanlarining hurligi va bexatarligi uchun qimmatli yoshligini ota-onasining orzusini ishga oshirish uchun tishini tishlab, bosh cho'kirib tirish bilan o'tkazadi. Mana bu insof. Bir yosh ota-onasining o'z zimmasidagi xizmat qilish va hurmat qilish haqqini Allohning haqqidan keyingi eng cho'ng haq hisoblab bajandil o'rindaydi. Mana bu insof. Huquq tutgan bir musulmon hargizmi huquqini o'zi va atrofidagilarning ko'michiga cho'q tortishning vositasi qilib olmasdan huquqini bir mas'uliyat va ilohiy sinoq deb qarab, kuchining yetishicha vazifasini yaxshi o'rindaydi. Mana bu insof. Bir savdogar haromdan boy bo'lishdan ko'ra az bo'lsa-mu halol tapovatga qanoat qilib, halollikni hammadan a'lo biladi. Mana bu insof. Bir qalamkash qo'lidagi qalamni jonbaxtining yo'li qilib olmasdan, balki o'zining musulmonlik burchini ado qilishning bir vositasi deb qarab, qalamini shamshar qilib, zulmga qarshi kurashga otlanadi. Mana bu insof. Bir musulmon yosh yigit yoshligining shoshliqidan o'zini to'xtatib, havaslariga iymondan tizgin silib, nomahram munosabatlardan o'zini qat'iy saqlaydi va navbatdagidek chaqda umidsizlik, g'oyisizlik, bo'shonliqni cho'rib tashlab, iroda, g'oya, tirishchanlikni o'ziga hamroh qilib, alvatanga naf yetgudak layoqatlik biri bo'lib yetishib chiqish uchun bosh cho'kirib tirishidi. Mana bu insof. Bir muslima qiz ko'ngil xo'shligini uyun tamashadan emas, jaynamaz ustida Rabbiga qilgan bir sajdidan, yukunib o'ltirib qilgan duodan topadi. Allohning omonati bo'lgan ippitini, hayosini va ularning zohiriy ifodasi bo'lgan hijobini jenidan aziz ko'rib qo'g'daydi. Mana bu ham insof. Demak, insof hargizmi tar va nuqul ma'nodagi ilm bilim masalasi yoki ijrosiz shuarlashtirib o'tilgan axloqiy gap satarliqni emas, balki insonning Rabbini, o'zini va atrofidagilarni mohiyatli ravishda tunib, hammasini munosib o'rniga qo'yish, hammasiga tegishli haqqini berish va zimmasidagi mas'uliyat, majburiyatlarni tunib ado qilish uchun bosgan har bir qadamini ko'rsatadi. Insof bizning hayotimizning har bir parchasini o'z ichiga oladigan, aralashadigan va shakllantiradigan bir fazilatdir. Alloh barchamizni insof fazilat buluqidan sug'arsin.